Assalomu alaykum. Bu 6-maydagi o'zbek tili kundaligim. Men buni hozir 7-mayda soat 3da yozib, hozir soat 4:30da gapiryapman. Men shunday daftarda kundaligimni yozib, ChatGPT ilovasi bilan tekshirib gapiryapman. Bugun esa kechagiga qaraganda juda bir xil edi. Juda zerikarli va lekin juda tinch kun edi. Shuning uchun bugungi kundalik esa uncha uzoq emas. Tunda ishlayotganimda yuk mashinalari kelmagani uchun o'zbek tili va ingliz tilini ko'p o'rgandim. Men nonushtada soat 6lar atrofida, soat 5-6lar atrofida CUda ilova borligini bildim. Unutib yana bildim. Men 2 yildan oldin bu ilovaga ro'yxatdan o'tgan edim, lekin yangi telefonga almashtirganimdan keyin uni yana yuklab olmaganman. Lekin men har doim kartam orqali minimarketda mahsulot sotib olganimda ilovada punktlar hozir har doim kelganim uchun o'zimiz videoga olishni to'xtadim. Men CU ilovasini ro'yxatdan o'tib buni yana yuklab olishni unutdim, lekin men har doim kartam orqali minimarketda mahsulotlar sotib olganimda ilovada punktlar yig'ilib boradi. Bugun bu ilovani yuklab olib, ichida qancha punkt borligini tekshirdim. U yerda 20,000 won atrofida punkt bor edi. U bilan mazali taomlar bepul yeyish mumkin. Ertaga buni sinab ko'rmoqchiman. Ertaga hozir u bilan buni sotib oldim. Sovuq choy buni sotib olib ichdim. Va bu ilovada minimarketda qaysi mahsulotlar nechta borligini tekshiradigan funksiya ham bor. Bu orqali noto'g'ri joylashtirilgan mahsulotlarni tekshirib aniqlash mumkin. Lekin taxminan keyingi navbat kelishi uchun bu ilovani soat 6lar atrofida ko'rganman. Soat 8da keyingi navbatchi kelishi uchun buni ertaga foydalanishni rejalashtirdim. Hozir esa shunday. U ilova bilan noto'g'ri joylashtirgan, masalan, ikkita bu pos mashinasida hozir u yerda 3ta bo'lish deb yozildi, lekin natijada 2ta bor. Shunday mahsulotlar bor, ozimiz bor. Ularni bu ilova bilan tekshirib aniqladim. Ish tugagach uyga piyoda qaytdim. Men uzoq vaqt davomida yana piyoda qaytdim, chunki sizlar ham bilasiz, aprelda yuk mashinalar juda yomon vaqtda kelgani uchun juda charchagan edim va ular bo'lmasa ham ko'p ishlagandan keyin qaytayotganda mashq qilishi menga bu juda uncha qiyin edi. Shuning uchun odatda ishga piyoda borib qaytayotganda
charchagan bo'lsam avtobusda qaytaman. Odatda. Uyim lekin bugun esa ozmoz mashq qilish uchun men parhez qilish uchun yo'q qaytayotganimda ham piyoda qaytdim. Piyoda ketdim. Uyimda dush qabul qilgach kukbab degan koreys milliy taomini yedim. Kukbab bu go'sht va sabzavotlar bilan uzoq vaqt qaynatilib guruch bilan yeyiladigan koreys milliy taomi. Kukbab bu taom esa go'sht turiga qaysi go'sht bilan tayyorlaganda juda boshqa taom bor. Qaysi go'sht bilan hozir qaysi go'shtni qanday qo'shishga qaraganda juda boshqa bo'ladi. Masalan, chochka go'sht bilan tayyorlansa bu 돼지고기 국밥 va mol go'sht esa buni qumtang deb gapiradilar. Go'sht qaynatmay faqat sabzavotlar va soya niholi bilan tayyorlansa uning nomi 콩나물국밥. Mol 콩나물국밥. molqoni bilan tayyorlansa bu sonjikguk deb gapiradilar. Men bugun tushlikda ampong국밥 degan faqat Gwangju va Jeolladoda yeya oladigan sotiladigan 국밥ni yedim. Bu esa qo'sht va juda ayrim qon bilan pishiradigan juda ayrim qonli kolbasa bilan qaynatadigan tayyorlanadigan taom. Juda ayrim va mazali taom. Men buni hozir yashayotgan shahrida, Gwangju shahrida esa buni juda oson yeyishim mumkin. Lekin boshqa shaharlarda topish juda qiyin. Men ko'p boshqa shaharda yashaganman. Yongin men boshqa shaharda sayohat uchun, ish uchun, o'qish uchun ketganman, lekin u yerda faqat Gwangju, Damyang shunday Jeollado viloyatida joylashgan shaharlarda bu ampong국밥ni yeyishim mumkin edi. Boshqa shaharda esa bu topish juda qiyin edi. Buni hammasi yegandan keyin ko'p logistika mutaxassisligi imtihoniga tayyorlanib va o'zbek tili ham oz-moz o'qib soat 12:30 atrofida uxlab soat 7:30da uyg'ondim. Uyg'onganda yana dush qabul qilib kechki ovqat qilib soat 9da uydan chiqib ishga ketib hozirgacha minimarketda ishlayapman. Ayrim narsa emas, ayrim narsa yo'q edi hozir. Bugun kecha menimcha ertaga ham shunday bo'lishini o'ylayman. Yaxshi, rahmat.